Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, Hilol Tech obunachilari. Bugun sizlar uchun 4 dona notebookimizni narxlari bilan parametrlarini aytib o'tamiz. Ushbu video 2026-yil 20-aprel kuni narxlari bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi notebookimiz HP brendidan Intel Celeron 4500 4 GB operativga 256 M2 NVMe bilan jihozlangan bo'ladi. Ushbu notebookimizni sizga boshlang'ich bemalol kompyuter tanishish, hisob-kitob ishlariga ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, buni narxini $270 qilib belgiladik. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Ikkinchi notebookimiz ham HP brendidan ko'rishingiz mumkin. Intel Core i3 N305 protsessori bilan jihozlangan, tezliklari 8 GB hamda doimiy xotira 256 M2 NVMe. Ekranlari 15.6 dyuymni tashkil etadi. Qo'shimchasiga sensorli bemalol отпечатkalari ham bor. Sensor orqali ishlatishlari mumkin. Xo'p, ushbu notebookimizning narxi esa $410. Xo'p, keyingi notebookimiz Acer brendidan Intel Core i5 13-avlod bo'ladi. 8 GB operativga 256 GB doimiy xotira bilan jihozlangan. Ekranlari 15.3 dyuymni tashkil etadi. IPS ekranli. Siz buni bemalol dasturlar sohalarida kichikroq dasturlarda bemalol qotmasdan ishlab beradi. Misol uchun do'konni avtomatlashtirayotgan akalarimizga ham bemalol tavsiya qilamiz. Bazalariga kirib server hisobida ham ishlayveradi. Lenovo brendidan biroz kuchliroq Intel Core i5 13420H protsessor bilan jihozlangan. Operativkalari 8 GB DDR5 hamda bunda ham 256 GB doimiy xotira, ekranlari 15.6 Full HD bo'ladi. Bu notebookimizni ham shunaqangi dasturlar sohalari yoki buxgalteriya, 2-3 ta programma bilan ishlaydiganlarga bemalol tavsiya qilamiz. Qotmasdan ishlab beradi. Ushbu barcha notebooklarimizni Hilol Tech do'konidan kelib xarid qilishlaring yoki O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham bor. Bemalol yetkazib beramiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishlaring mumkin. Barchaga kattakon rahmat.